Salom, biz BTS. Agar siz Google orqali BTS ni qidirsangiz, We're back. We're back. Google'에 BTS를 검색하면 BTS qachondan musiqa yarata boshlagan? Bu qiziqarli savol. 12 yil, 13 yildan buyon. 두 분은 정말 음악 만든 지가 되게 오래되셨어요. Wow, ikkingiz chindan juda uzoq vaqtdan beri qo'shiqlar qilasiz, to'g'rimi? Arem 6 yoshligida qo'shiqlar yarata boshlagan. Demak, bu 20 yildan oshiq. Wow, bu ajoyib. BTS qachon qayta birlashdi? Biz barchamiz Amerikada qayta birlashmadikmi? Iyul oxirida Amerikada. Men eng oxirgi bo'lib kelgan ekanman. Biz a'zolar bilan bo'shatilganimizdan so'ng uzoq vaqtda birinchi marotaba yig'ilishimiz edi. Los-Anjelesda. Ha, biz Los-Anjelesdaligimizdayoq musiqa ustida ishlashni boshladik. To'g'ri. Chunki barchamizning alohida kun tartiblarimiz ham bor edi. Ha, to'g'ri. Biz Jin buni qilayotganini suratga olgandik. Hozirgi vaqtda yig'ilishimiz juda qiyin. Yo'q, hamma juda ham band, rostdan ham. Hozir necha kun bo'ldi? Biz anchadan buyon birgalikda jadvallar tuzib kelyapmiz. BTS a'zolari o'z laqablarini qayerdan olgan? Bu mening ismim Namjoon. Vayrongarchilik xudosi. Vayrongarchilik xudosi, chunki men hamma narsani vayron qilaman. Jin Worldwide Hands. Sen bu laqabni qayerdan olgansan? Uning yuziga qarang, u buni o'zi qilgan, o'zi o'ylab topgan. Yo'q, u aslida dunyoda birinchi o'rinda emasmidi? Yo'q, mendan nimadir o'ylab topishimni so'rashdi va men og'zimga nima kelsa shuni aytdim va bu laqab bo'lib qoldi. Rostdanmi? U o'sha sabab bilan emasmidi? Men shunchaki shu laqab bilan davom etaverdim. Bu laqabning ortida hikoya bor edi. Men nega Yungiyman? Bu mening haqiqiy ismim. Men Hobby qanday qilib kelib qolganini bilmayman. Hobby eng ko'p ishlatiladigan laqab. Seni Sunshine ham deb chaqirishadi. Sunshine nima ekanini tushuntirib ber. Mening yana bir laqabim bor. Sunshine. Kutilganidek, bu ajoyib nom. Sen qanday qilib Mochi laqabini olgansan? U Papa Mochi sababli emasmidi? Mening birinchi debyut kunlarimda. Ilk debyut kunlarimda meni ko'pincha jonsiz narsalarga qiyoslashgan. Mando va boshqa narsalar. Chunki mening yuzim juda ham shishgan edi. Xuddi guruch tortidek. Yoshlikdagi yog'ingni yo'qotishdan oldin. Bridal Reef nima? Bu jonli narsa. Bridal Reef bu o'sha narsa. Bu sening tug'ilgan guling. Tug'ilgan gul? Bridal Reef Jiminning tug'ilgan guli. Chim, bu American Hustle Life paytida chiqmaganmidi? Xo'sh, o'shanda do'stlarim qilgan erkin uslubdagi rep edi. Menimcha ularning ko'pi ismlar bilan bog'liq. Tete ham shunga o'xshash. To'g'ri, ko'p yaponlar uni Tete deb chaqirishadi. Tete yaponcha emas, u boshlang'ich maktabdan qolgan. Rostdanmi? Ha, meni boshlang'ich maktabdan beri Tete deb chaqirishadi. Tete yoqimli raqab. CGV nima? CGV bu yuzi. Kompyuter grafikasi kabi ko'rinadigan odam uchun deyiladi. Xuddi kino kabi yuz. Aslida CGV ning asosiy aksiyadori. Wow! Nega? Qancha foizga egasan? Uning kino sanoatida katta ulushi bor. 99% edimi? Ha, CGV ajoyib yigit. U juda zo'r. Golden Makne. Quyon nima? Quyon? Bu hayvon ekanligingni anglatadi. Lekin oltin haqiqatan ham cho'ng'uqqa juda mos keladi. Hobby Golden Seedni taklif qilgan. Men unga Makneni qo'shib Golden Makneni yaratdim. Bu cho'ng'uqning homiladorlik tushiga ham o'xshaydi. Ha, onam homiladorligida haqiqatan ham tushida oltin ko'rgan. Oltin yomg'ir yog'di. Oltin baliq emasmidi? Oltin baliq bo'lganmi? Nega BTSning yangi albomi Arirang deb nomlangan? Arirang birinchi navbatda qanday paydo bo'ldi? Bu albom bilan o'z ildizlarimiz va o'zligimizni ko'rsatsak yaxshi bo'lardi deb o'yladik. To'g'ri, lekin dastlab bu juda to'g'rimi degan xavotirlar bor edi va biz ancha tashvishlandik. To'g'ri, ancha xavotirlangan edik. Ammo qancha o'ylasam, bu narsa yuragimga qanchalik yaqin ekanini his qilaman. Ayniqsa biz koreys ekanligimiz. Eng yaxshi jihati shundaki, biz roppa-rosa 7 nafar koreysmiz va bizda hech qanday chet ellik a'zolar yo'q. To'g'ri, Koreyadan bo'lgan 7 nafar a'zomiz. Biz hozir shunchalik o'zgarganmizki, rostini aytsam, bizni eng yaxshi birlashtira oladigan kalit so'z 7 koreys ekanini his qildik. Shuning uchun Arirangni tanlaganmiz deb o'ylayman. Yana 130 yil oldingi yoshlarning tarixi ham bor. To'g'ri, bu qandaydir taqdiriy tarzda joyiga tushdi. Ha, unda 7 ta harf ham bor. BTSning 8-a'zosi kim? 8-a'zo haqida mishmishlar bor. Bunday mishmishlar bor. 1, 2, 3 ARMY. Aslida ARMY bizning a'zomiz, chunki ular doim yonimizda. Lekin 8-a'zolar juda ko'p, shundaymi?
To'g'ri, ko'p. Buni bitta deb tasvirlay olmaymiz. Ko'p, lekin ARMY nomi ostida. Ha. BTSning o'zlari haqidagi eng sevimli memi nima? Namjoon nima edi yana? Yiqilib tushadigani bor, yiqilish bilan moslashish. Hamma buni qilmaydimi? RMda memlar ko'p. Men uchun bu hafta idolidagi pushti yigit. Pushti yigit nima edi? Bu pushti kostyum kiyib dengiz o'tlari raqsi qilganim emasmi? Do'stim hatto buni profil rasmiga qo'ygan. Yo'q, lekin RMda rostdan ham memlar ko'p. Ular shunchaki eski narsalar. Meniki Bon Voyage'dagi odamlar chindan ham ajoyib emasmi? Shunday deb aytding. Nima? Wingardium Leviosa. 그걸 좋아해. 인간이 참 위대하지. 뭐 윙가디움 랩이 없어? BTS bo'sh vaqtida nima qiladi? Meni tabriklang, men Zumrad darajaga chiqdim. Yangi yil bayramida chiqdim. League of Legends'ni aytyapsanmi? Yana o'yin o'ynayapsanmi? Hayratdaman. Birinchi marta bu darajaga yetdim. Bunchalik tabiiy qilib aytganingga hayron qoldim. Shu kunlarda dam olayotganingizda hammangiz nima qilyapsiz? Men translyatsiyada Freerenni ko'ryapman. Yangi albomimizni so'zlarini o'rganish uchun qayta-qayta eshityapman. Men televizor ko'raman. Kecha birinchi marta mashina haydab ko'rdim. Haydadingmi? Haydadim deyapsanmi? Terlab ketdim va taslim bo'ldim. Yangi yil bayrami bo'lgani uchun mashinalar ko'p emasdi. Ota-onangning mashinasini haydadingmi? Do'stimning mashinasi edi. Hech qanday jarohat olmadingiz, to'g'rimi? Yaxshiyamki, batamom sog'man va bugun suratga tushyapman. Men bo'sh vaqtimda uyimni tozalaganga o'xshayman. Tozalash bu meditatsiyaga o'xshaydi. Yaxshi narsa. Ha, men tozalashni yaxshi ko'raman. U idish yuvishni yaxshi ko'radi. Ha, uyimni tartibga keltirish. Tozalash juda zerikarli, nima qilay? Men ovqatni o'zim tayyorlayman. Uyda ovqat tayyorlash, uyda ovqat tayyorlash. Jimmy shu kunlarda ovqat pishiryapsan, to'g'rimi? Men emas, u ehtimol tashlagan. Men hamma narsani buyurtma qilaman. Hatto kecha yana guruch sho'rvasi buyurtma qildim. Texyonshi, dam olayotganingizda nima qilasiz? Hozir aynan shu haqda o'ylayapman. Men nima qilaman? U odatda tashvishlar bilan yashaydigan odam. Kecha menimcha 7 soat davomida video ko'rganman. Qanday videolarni ko'rdingiz? Taxminan 4 soat davomida ovozga taqlid qilish videosini ko'rdim. U guruh chatiga tasodifiy rasm yubordi, ovozli xabar yubordi va yana bir rasm yubordi. Qanchalik zerikkan ekansan? U o'ziga xos. Keyingisi BTSning yangi albomining asosiy treki nima? Swim. Yo'q, qaysi biri yaxshi chiqsa, o'sha asl sarlavhali trek bo'ladi. Lekin hozircha bu Swim. To'g'ri, bu qanday qo'shiq cho'ngu? Bu shunchaki suzish haqidagi qo'shiq. U xato gapirmayapti. Xo'sh, biz aslida barcha qo'shiqlarni yaxshi ko'ramiz, lekin asosiy trekimiz Swim deb nomlangan qo'shiq. To'g'ri, Swim qo'shig'ini men birinchi marta eshitganimda menga shunday tuyg'u berdi. Men uni biroz yumshoq, mo'tadil deb topdim. Bilasizmi? Lekin nega uni qayta-qayta eshitkim keladi? Bu ana shunday uslub. Bu yerda sovuq qora bug'doy yormasa yoqtiradigan biror kim bormi? Menga yoqadi. Ha, rostdanmi? Bugun ishni tugatgandan keyin keling. Jinmi Pxenyan Namyonga borib bittadan yeymiz. Qo'shilaman. Xullas bitta savol bersangiz. Aynan boshqa narsaga o'tinimizcha 10 soniya ham chidab turmaymiz. Baribir Swim juda yaxshi qo'shiq. Juda yaxshi. Qanday qo'shiq u? Bu juda yaxshi qo'shiq. Hayot bo'ylab suzish haqidagi qo'shiq. To'g'ri. Senga qara, hayotga qara, qo'l cho'zish, hammasi joyida. BTS 30 yoshda. Unda hayotga bo'lgan muhabbatimiz deb aytsam bo'ladimi? To'g'ri, hayotga muhabbat. Shu turdagi tuyg'u. RM mashina hayday oladimi? Lekin bu yerda faqat 3 ta so'z bor. Men hayday olaman. Ha, men hayday olaman, lekin mashinani to'xtatib qo'yishni bilmayman. Lekin buni qilmaysiz. Kecha Yeju Premium Outletga bordim. Yetib bordim, lekin mashinani to'xtata olmadim. Mashinalar tinmay ketaverdi. Agar to'g'ri oldiga to'xtata olmasangiz, bu noqulaylik, bilasiz. Shuning uchun 3 marta aylanib yurdim. Chet ellik do'stlarimiz tushunishlari qiyin bo'lishi mumkin. Los Angeles kabi joylarda mashina to'xtatish juda oson. Yeji Premium Outlet bir marta sinab ko'ring. Haqiqatdan juda qiyin. Ular chindan ham to'xtovsiz kelishadi. Men hayday olaman, lekin to'xtata olmayman. RMning pasporti qayerda? Xullas, hozir men yangi pasport oldim. Mening yangi pasportim bor. Koreyada harbiy xizmatdan oldin faqat bir martalik pasport berishadi. Bor yo'g'i 2-3 varaqli. Buni qanday tarjima qilmoqchisan? Bir martalik pasport. Ilgari menga juda yupqa bir martalik pasport berishardi, lekin endi menda qalaroq pasport bor, ko'k rangli.
Endi 10 yildan keyin biriga ega bo'lganimda o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Ha, shu kunlarda narsalarimni ko'p yo'qotmayman, lekin hozirda protokol jamoasi, menejerlarimiz hammasini men uchun bir qutiga solib qo'yishadi. Ha, rostdanmi? Lab balzami, telefon, pasport, hamma narsa. Nega arem vayrongarchilik xudosi? Bu ham uzoq vaqt oldingi gap, shunday emasmi? Ularning hammasi eski hikoyalar. Lekin menimcha bu shu kunlarda ham qo'llaniladi. Biror narsani sindirdingmi? Yaqinda emas, tanangda doim nimadir bor. Masalan, kamera yoki biror narsa doim tanangga shunday urilib turadi va kimdir seni ushlab olishi kerak. Yoshligingda biroz qo'pol eding, lekin baribir ko'p narsa juda o'zgargan. Men ancha tinchlanib qoldim. Sen aniq 2.0 versiyaga aylangansan. Men arem emasman, men tinch odamman. Arem a'zolariga ingliz tilini o'rgatganidan afsuslanadimi? Yo'q, sen o'rgatsang ham biz nimani bilamiz? O'qituvchi yaxshi, lekin ular shunchaki tushunishmaydi. Men haqiqatan ham katta iroda ko'rsatdim. Bu aynan bizning o'zligimiz. Biz koreysmiz. O'qituvchi yaxshi, lekin o'quvchilar unchalik zo'r emas. Afsuslanadigan hech narsa yo'q. Bu xuddi men ularga hech narsa o'rgatmagandek tuyuladi. Men ingliz tilini boshqa joyda o'rgandim. 딴 데서 배웠어 영어. Endi Jinning navbati. Jinning laqabi nima? What's the nickname of Jin? John. Ha, menimcha a'zolar meni Johnny deb chaqirishadi. 신에게도 John. Jan. Rasman kimdir laqab so'rasa, men Worldwide Handsome deb aytaman. A'zolar meni nima deb chaqirishadi? Johnny yoki Jin? Boshqalar o'ylab topgan laqabni ishlatish kerak bo'lganida Jan. Mening ismim Jan. Jinning sevimli hayvoni nima? Ilgari alpaka edi. Bu jinga mos kelgani uchun emasmidi? Men alpaga o'xshayman. Men alpaga o'xshaganim uchun. Unda itlar sevimli hayvoning emasmi? Men itlarni yaxshi ko'raman. Itlar va mushuklar. O, kutilganidek. Itlarmi yoki mushuklar? Ikkisini ham kamsitmasdan yaxshi ko'raman. Betaraf. Kamsitmaydigan odam. Keyingisi. The next is Jin guruhdagi eng zo'r geymerman. Men bunday deb o'ylamayman. A'zolarimiz orasida do'stimiz Vi o'yinlarni juda yaxshi o'ynaydi. Konsol o'yinlarida esa sen eng zo'risan. Men konsol o'yinlarini ko'p o'ynayman. Shuning uchun konsol o'yinlarida boshqaruv menda eng zo'ri deb hisoblayman. Men Hali Galida eng zo'rman deb o'ylayman. Vi ham yaxshi. Chonguk esa yakkaxon o'yinlarda juda zo'r. Men bu o'yinni juda uzoq o'ynayman. Ko'p o'ynayman. Jinning kulgisining ovozi qanday? Buni tekshirishning bir usuli bor. Agar yotib qorningni bossang, haqiqiy kulging chiqadi. Bunday narsa bormi? Og'ritmaydimi? Men o'z kulgimni bilmayman. Men shunchaki kulaman. Agar yengil kulsang, ha deysan. 약간 가볍게 웃으면 헤헤. Shunday kulasan. Agar juda qattiq kulsang, shunday qiladi. Vau, juda ko'p fundamental savollar bor. Bilaman, shuga BTSga qanday qo'shilgan? BTS. Men albatta tinglovdan o'tdim. 구라서 뜨거워 하고 들어가. I'm the number one. 그때 머리 Men birinchi Hit It tinglovlarining bir qismi edim. Aynan Hit It birinchi avlod. Tinglovimda siz ikkita narsani ko'rasiz. Men ikki narsa uchun tinglovdan o'tganman. Prodyuserlik va reperlik. Ikkisidan ham o'tdingmi? Ha, o'tdim. Aslida mening studiyam bor edi. Men shu bilan shug'ullanardim. 그랬었죠. 이런 게 Shuga taxallusining ma'nosi. Nihoyat buni hozir tushuntirib beraman. Shooting guard. Yo'q, unday emas. Buni tushuntirish juda malollik keltirgani uchun shunchaki shunday deb qo'ya qolgandim. Aslida esa Sugar Ray Leonard va Sean O'Malleyning laqabi. Sugar, ya'ni Sugar so'zining harfi qolgan varianti. Sean O'Malley kim o'zi? UFC jangchisi, zarba beruvchilar. Lekin buni yaqinda o'zingiz to'qib chiqarmadingizmi? Yo'q, asl ma'no shu. Sugar Ray Leonard ismi afsonaviy bokschi bor. Bu nomni men o'ylab topmaganman. Bank janoblari boksga juda qiziqqani uchun shu nomni taklif qilgan edi. Texnik jihatdan mukammal zarba berish mahoratiga ega bo'lgan mutaxassislarni Shuga deb atashadi. Sening texnikang kuchli. Repingda texnik mahorat yuqori bo'lgani uchun isming Shuga bo'lishi kerak. Mana shu dastlabki ma'no edi. Buni birinchi marta eshitishim. Buni izohlash juda murakkab edi. Shuning uchun shunchaki basketboldagi shooting guarddan olingan deb ayta qolgandim. Chindan ham tushuntirish juda jonimga tekkan edi. Nega baribir bu ma'noni yaqinda topib olgandek tuyulyapsiz? Ma'nosi vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradi-da. Bu hayratlanarli. Men buni birinchi marta eshityapman. Nima bo'lganda ham bokschi Sean O'Malleyning laqabi ham Shuga. Aynan bir xil. Oxirida harfi yo'q. Shuga nimadan qo'rqadi? scared of. Istirohat bog'idagi attraksionlarni yomon ko'rasiz, shundaymi? Chindan ham attraksionlarni yomon ko'raman. Balandlikdan ham qo'rqasiz. Baland joylarni unchalik xush ko'rmayman. Siz yana odamlar bilan ko'z urishtirishdan ham hayiqasiz. Odamlarning ko'ziga qaraganimda biroz cho'chiyman. U ko'zga tik qarab tura olmaydi. Doim qoshlarining o'rtasiga qaraydi. Yo'q, xuliganni ijro etayotganimizda raqqoslarga qaraymiz. Sen raqqosning peshonasiga qaraysan. Yo'q, men pastki labiga qarayman. U hech qachon ko'zlarga qaramaydi. Ko'zlar to'qnashishi juda qo'rqinchli. O, lekin labga qarab turish bu noz karashma qilish-ku. Demak,
sen nos qarashma qilayotgan ekansan-da. Aslida qanday qarash kerak o'zi? Bilmaysizmi? Avval chap ko'zga, keyin labga, so'ng o'ng ko'zga qaraladi. Bu V harfi bo'ladi-ku. Yo'q, bu uchburchak. Shunday qarash nos qarashma hisoblanadimi? Bu ayni flirtning o'zi. Shunchaki qarab turaverish kerak. Lekin bu menda biror muammoing bormi degan ma'noni bermaydimi? Yo'q, faqat oxirida jilmayib qo'yishingiz kerak. Ana bundaymi? Ha, deyarli shunday. Xuddi o'zi. Bo'pti, keyingisiga o'tamiz. Nega Shuga keyingi hayotida tosh bo'lib tug'ilmoqchi? Ha, shunchaki faol bo'lishni unchalik yoqtirmayman. Yo'q, lekin siz o'ta faol bo'lishingiz ham mumkin-ku. Bu yerga borib uchib yurasiz, lekin toshlar juda dumaloq bo'ladi. Shuning uchun ular tinmay dumalab yuradi. U hech qanday ishqalanishsiz oxirigacha dumalab boradi. Menimcha, hech narsa qilmaslikni xohlashini yetarlicha tushuntira oldim. Lekin kimdir seni qo'liga olib, "Va, bu tosh juda chiroyli ekan" deb uloqtirib yuborsa-chi, seni tinmay uloqtiraverishsa-chi, suv ustida tosh sakratish o'yinini siz bilan o'ynashgan bo'lardi. Tosh bo'lsam ham hozirgidan ko'ra balandroq bo'lar ekanman. Eng muhim savol: J-Hope raqsga tushishni qachon boshlagan? Do'stlarim musiqa bilan shug'ullanishganda men raqsga tushardim. Ha, u tug'ilganidanoq raqsga tushardi. U dunyoga kelayotganda mana bunday yig'lab chiqqan. Hatto oy yurishi qilib dunyoga kelganing haqida mishmishlar bor. Bu intervyu o'z mazmunini yo'qotib boryapti. Savolga men emas, mening o'rnimga do'stlarim javob berishyapti. Lekin bu haqiqat bo'lishi ham mumkin. Tug'ilganingda qaysi janrda raqsga tushgansan? Bu galo bilan tug'ilmaganmiding? Bu juda silliq janr. Ko'cha raqsi o'qituvchisi dunyoga kelganding. Xullas, savolga javob beradigan bo'lsam, 6-sinfdaligimdan raqsga qiziqa boshlaganman. Bizda hammasi bir xil 2006-yildan. Shunday. Butun Gvanju bo'yicha birinchi raqamli raqs bo'lmaganmiding? Yo'q, unday emas. Men shunchaki raqsni chin dildan sevgan yosh yigitcha edim, xolos. Men 2-sinfdaligimda faqat kompyuter o'yinlarini o'ynardim. Nega J-Hope'ni Sunshine deb atashadi? Chunki siz doim nur sochib turasiz. Shunchaki juda yorqin insonsan. To'g'ri. Menimcha ismning roli juda katta ekan. Men o'zimni tinmay J-Hope deb chaqiraverdim va shunga moslashdim. Bularning hammasidan xabaringiz bormidi? Sizni Sunshine deb atashlari haqida. Ha, Weverse yoki shunga o'xshash platformalarda muxlislari yuzimga yosh nuri tushib turgan ko'plab rasmlarni joylashtirishadi. Sen xuddi Teletubbiesga o'xshaysan. Sening birinchi tanloving deyarli Young Gun bo'lishiga oz qolgan edi. Young Gun? Nega aynan Young Gun? Bu doimiy variantlardan biri edi. Bu rostdan ham taxallus bo'lishi mumkinmidi? Taxalluslar tanlanayotgan paytdami? G'alati eshitilyapti. Lekin u holda sen Sunshine bo'la olmasding. Ismga qarab butunlay boshqa. Sen deyarli Shotgunga aylanishingga oz qolibdi. Shotgun? Lekin u debyutdan oldin hozirgidek o'ta serg'ayrat emas edi. To'g'ri, J-Hope bu haqiqatga yaqinroq eshitilyapti. Aytyapman-ku, u ismiga ergashgan deb. Ism insonni o'ziga ergashtiradi. Demoqchimanki, hammasi shunday bo'ldi. Ko'p o'ylangach, men guruhda ma'lum bir rolni egallashim kerak deb qaror qildim. Bu haqiqat. Rostini aytsam, agar J-Hope bo'lmaganida biz butunlay boshqacha bo'lar edik. O'zimni yanada yorqinroq ko'rsatishim kerakligini his qildim. Shunday hislar ham bor edi. Eng zo'ri, agar J-Hope bo'lmaganida jamoamizdagi muhit ancha g'amginroq bo'lardi. To'g'ri, mutlaqo to'g'ri. Tug'ilgan kuning bilan og'ayni. Tug'ilgan kuning bilan. Hammangizga rahmat. J-Hope qo'rqinchli filmlarga qanday munosabatda bo'ladi? So'nggi paytlarda qo'rqinchli filmlar ko'ryapsanmi? Qo'rqinchli filmlar oxirgi paytlarda men vahimali filmlarni yomon ko'raman, ulardan nafratlanaman. Unchalik ko'p ko'rmadim. Shu kunlarda biroz trenddagi dahshatli filmlar bormi? Yo'q. Bu rost, oxirgi paytlarda ko'zga ko'ringan dahshatli filmlar chiqmayapti. Biz esingizdami? Hammasini yotoqxonada yotib tomosha qilganimiz. Bu la'natlanganlar emasmidi? Yo'q, bu Rek. Bu Rek edi. Rek rostdan ham qiziqarli edi. Ha. Menga ham Rek yoqqan. Lekin men qo'rqinchli filmlar ko'rganda unchalik vahima qilmayman va o'zimni qo'rqayotgandek ko'rsatmayman. Sizlar o'ylaganchalik emas. Siz o'ylagandan ham kamroq. Menimcha sen katta vahima ko'targan bo'larding. Lekin men sizni faqat shiftga qarab o'tirganingizni ko'rganman. Sen xuddi filmlardagi qo'rqqanidan hamma yoqqa sineklarni sochib yuboradigan odamga o'xshaysan. Bu nima degani? Qishloq it kabi. J-Hope'ning ham sochi o'xshamay qoladigan kunlari bo'ladimi? Rostini aytsam, hamma ham shunday holatga tushmaydimi? Hammada bo'ladi. Vaqti bilan shunday bo'lib turishani, lekin oxirgi paytlarda emas, unchalik emas. Men shunchaki buni hammaga aytavermayman. Shu kunlarda menda bunday holatlar kamroq kuzatilyapti. Men sochim o'xshamasa, bu aslida sochim yomonligidan emas, balki bugun yuzimni holati yaxshi emasligidan bo'ladi. Shunaqasi ham bo'lib turadi, chunki qayerimdir shishib qolgan bo'ladi. Masalan, sochimni juda chiroyli turmaklashadi-yu, lekin yuzim o'z holatida bo'lmaydi. Odatda muammo yuzda bo'ladi. Agar bir kun oldin juda ko'p ovqat yeb yuborsangiz, keyingi kuni sochingiz ham yoqmay qoladi. Ba'zan yangi soch turmagini sinab ko'rasanda, bu to'g'rimi, yarashganmi deb o'ylanib qolasan. Shunday shubhalanadigan paytlar bo'ladi. To'g'ri. Odatda javob o'z-o'zimga ayon bo'ladi, ya'ni yarashmaganini ichimdan bilaman. Jaman. 라만.
Nega Jiminni Mochi deb atashadi? Bu qachondan beri sening ismingga aylanib qoldi? Yo'q, aslida hammasi Manga Tok'dan boshlangan. Keyin esa umumiy guruchli pirojni tushunchasiga o'tib ketgan. Keyin esa Yaponiyaga borganimizda Mochiga aylandi. Undan keyin u Kordenmidi? To'g'ri, Korden Papa Mochi edi. Chunki chet elliklar har qanday guruchli pirojnini shunchaki Mochi deb atashadi. Lekin nazarimda o'shanda Jiminning o'ziga xos juda kuchli jozibasi bor edi. Buning sababi u hozir ancha vazn yo'qotgan edi. Ha, hozir u paytdagi tuyg'u biroz yo'qolgan. Hozir u Mochidan ko'ra ko'proq qotgan narsaga o'xshaydi. Qotgan? Ha, xuddi guruchli pirojnini uzoq vaqt yemay qo'ysang qotib qoladi-ku, shunaqami? Ha, qattiq narsaga. Xuddi qotgan guruchli pirojnidek. Mochi kabi yumshoq emas, balki biroz qotgan, biroz qirrali bo'lib qolgandek tuyuladi. Ha, qirrali, tushunarli. Nega Jimin mangoni yoqtirmaydi? Sen mangoni yoqtirmaysanmi? Yoqtiraman. Keyingisi. Men seni mangoni yoqtiradi deb o'ylagandim. Men haqiqatan ham mangoni yaxshi ko'raman. Jimin suza oladimi? Suza olaman. Keyingisi. AQShda suzishni mashq qilganman, shuning uchun biroz buni uddalayman. Jimin stulsiz o'tira oladimi? Stullar noqulay bo'lsa, shunchaki yerga o'tirib qo'ya qolmaysanmi? Yo'q, menimcha gap bu haqida. Ko'rinmas stul mashqini bajara olasanmi yoki yo'q? Ha, ko'rinmas stul. Biz ko'p marta ko'rinmas stul mashqini bajarmaganmizmi? Demoqchimanki, agar uzoq vaqt davomida bo'lmasa, buni uddalashim mumkin. Jimin hamma narsada yaxshi, u ko'rinmas narsalarni bajarishda usta. Jimin ko'rinmas stul mashqini bajara oladi. Yo'q, gap gap unda emas. Sening memlaring, hazillaring orasida ustida qadam qo'yadiganing bor-ku. Oyoqlar bilanmi? Ha, u challenge o'tmishda juda mashhur bo'lgan edi. U buni qila olishini aytyapti. Tomoshabinlarga ko'rsatib ber. Yo'q, ko'rsatmayman, rahmat. Vi, qani ketdi? Nega Vini CGV deb atashadi? Sizga boya aytdim-ku, u kompaniyaning asosiy ustuni deb. Uning yuzi xuddi kompyuter grafikasiga o'xshaydi. Shuning uchun ham uni CGV deb aytishadi. Shunchaki harflarni birlashtirib qo'yishgan. Vi, seni ilk bor ko'rganimda hayratda qolgandim. Chunki juda kelishgan eding. To'g'ri, juda to'g'ri. Bu nima, nega bunaqa qilaveryapsiz? Vining eng sevimli fotografi kim? Qog'ozni hali ochib bo'lmay qanaqasiga savolni o'qiyapsan? Qog'oz biroz shaffof ekan, ko'rinib turibdi. Ha, shunaqami? Rayan Makkinlini avvaldan taniysizlarmi? Ha, o'sha odamni aytyapsanmi? O'sha paytlari yoshlarni rasmga olib yuradigan odammi? Ha, xuddi o'zi. Undan boshqa oxirgi paytlarda biroz tayinli fotografni ko'rmadim. Hon Jang-hyun, Jang-hyun-ho, Park Jun-ha. Sen ishlaringni Vante taxallusi ostida chiqarmayapsanmi? Vi shu kunlarda suratga tushmayapti. Telefonimda ko'p rasmga olyapman. Menimcha eng yaxshi kamera bu telefon kamerasi. Yo'q, Vi hamon shaxsan fotokitoblar tayyorlashda davom etyapti. Demoqchimanki, hozir hamma o'zi bilan plyonkali fotoapparat ko'tarib yuradigan bo'lib qolgan. Men esa qanaqa edi u? Boshqalar qilayotgan ishni takrorlashni xohlamayman. Hondagi kasalligimi? O, Hondagi kasalligi. Menimcha menda shunga o'xshash narsa bor. Vi saksofonni qanchalik yaxshi chaladi? Bunga Arem baho berishi kerak. Men haqiqatan ham Arem hozir bu borada haqiqiy ekspert bo'lib ketgan. Taehyung, demoqchimanki, men ham u qadar ko'p narsani bilmayman, lekin Taehyungning saksofon chalish mahorati deyarli yo'q darajada. Ya'ni uning biror marta tuzukroq chalganini eshitmaganman. Bu to'g'ri, bu fikringga qo'shilaman. Men saksofon chalishni boshlaganimga mana 17 yil bo'ldi. Taehyun uni bir marta stajyorlik paytlarida olib kelib chalib bergandi. Bu haqiqatan ham stajyorlik paytida skripka olib kelgan edi. Ha, olib kelgandim. Bu voqea esimda. O'shanda Twinkle Twinkle Little Stars chalmaganmiding? U saksofonda emas, skripkada edi. Parijda balkonda ham skripka chalgan edi. Taehyun, sen skripka chalganmiding? Ha, chalgan. O'shanda birdaniga qiziqib qolgandim-da. Men uning balkonda skripka chalib o'tirganini ko'rgandim. Videolarini tomosha qilib mashq qilardim. Biz BTSdan boshqa biror ish bilan uzoq vaqt shug'ullanmaymiz o'zi. To'g'ri aytdingiz, lekin hozir hammangiz bittadan cholg'a asbobini chalyapsiz-ku. Shunday bo'lsa-da, biz baribir ko'p marta urinib ko'rdik. Yo'q, Jeho barabonni juda yaxshi chalyapti. Men astoydil mashq qilyapman. Namjoon esa bas gitara chalyapti. Men tashlab qo'ydim. Nega? Shunchaki butunlay tashlab qo'ydim deya olmayman-u, shunchaki to'xtatdim. Men truba chalishni o'rgandim. Skripkani ham biroz o'rganganman. Skripkani? Haqiqatan ham skripkani o'rgana olganmisan? Ha, o'zim mustaqil o'rganganman. Xo'sh, Vi uyqusida gapiradimi? Men gapiraman. To'g'ri, u gapiradi. Men yana shunday qilaman. Tishlarimni g'ichirlataman. Qizilishton. Hozir alohida yashayotganimiz sababli bu ovozni eshitmay qo'ydik, lekin u hali ham shunday uxlaydi. To'g'ri, oyoq barmoqlaringni qimirlata olasan, shundaymi? Men barmoqlarimni qimirlataman. Sen ilgari ko'zlaring ochiq holda uxlarding, shunday emasmi? Ha, shunday. U hozir ham ko'zlari ochiq holda uxlaydi. Men ko'zlarim ochiq holda uxlayman, shuningdek oyoqlarimni bir-biriga ishqalashni va kimningdir quloq yumshog'ini ushlashni yoqtirardim. To'g'ri, mening quloqlarimni ko'p ushlardingiz, shunday emasmi? Yo'q, lekin nega uxlaganda quloq yumshog'ini ushlaysan? Yo'q, demoqchimanki, u paytlar yoshroq edi. Hali ham o'sha odatlaring bormi? Ha, bu odatim qolgan. Uxlash vaqtida biror narsani ushlab yotishim kerak. Yostiq ostida uxlash, yostiqni quchoqlash va shunga o'xshash narsalar. Chonguk. Xo'sh, Chonguk, qani boshladik. Let's get it.
Chonguk ovqat pishirishni qayerda o'rgangan? Men pichoq bilan ishlash mahoratini armiyada yaxshigina o'rgandim, lekin u haqiqatan ham mahoratli. Shuningdek, Chonguk ko'p narsani o'rgandi. Rostdanmi? Ha, pichoq tegib qo'llari ko'p qonagan edi. Sen ko'p mashq qilgansan-da. Umuman olganda, men narsalarni yolg'iz bajarishni yoqtiraman. Lekin sen avval ham ovqat pishirarding, shunday emasmi? To'g'ri, shunchaki videolar ko'rib, o'zim mustaqil o'rganganman. Ha, to'g'ri, sen o'sha mashhur Dubay pechenyelarini ham tayyorlading. To'g'ri, xuddi shunday. Sen o'shanda 200 ta pishiriq tayyorlab odamlarga tarqatib chiqqanding. Rostdanmi? Menga ham ber. O'shanda olib kelgandim-ku. Biz o'shanda u yerda emasdik. Menga tegmagan, pastki qavatda suratga olish bilan band bo'lganlar ham yeyolmay qolishgan. Bugun tunda yana tayyorlamoqchiman. Demak, rejada bor ekanda. Shu kunlarda u tez-tez pasta va boshqa ko'p narsalar tayyorlayapti. Qachon birga yig'ilsak, sen har doim o'zing ovqat pishirasan. Oxirgi marta Chonguk uyida biz uchun ko'p taomlar tayyorlab bergandi. Bir paytlar u juda ko'p pitsa ham tayyorlagandi. To'g'ri, esimizda. O'sha tortilla pitsa edi. Chonguk tez orada o'z biznesini boshlasa ajab emas. Nega Chongukni quyon deyishadi? Banni. Uning yuzi quyonga o'xshaydi. Menimcha unchalik emas. Aslida uning yuzi bug'unnikiga o'xshaydi. Boshida u shunchaki qahramonga o'xshardi. Men esa toshbaqaman. Bizni o'tmishimizga qaytarmoqda. Chonguk hozir kenguru. O'shanda quyon edi. Chongukning yuzi rostdan ham quyonga o'xshash. Balki bunga oltishlarim sabab. Ba'zida og'zim biroz ochiq qolganda faqat ikkita tishi ko'rinib turadi. Judy Hopsga o'xshabmi? Nima bo'lganda ham bilmadim. Muxlislar, ya'ni armiyalar orasida kuchukchadan tortib quyonchagacha bo'lgan turli fikrlar bor. Baribir u kenguru. 캥거루죠. Unga bu kenguru laqabini men berganman. Nega Chonguk Golden Maknae deb ataladi? Bu Chongukning homiladorlik tushi bilan bog'liq. Tush ta'biri keyinroq paydo bo'lgan, lekin Namjoon Hyun aytdiki, bu oltin qalampir tushi edimi? Yo'q, u sizniki-ku. Sababi Hobbi Chongukni yoshligida hamma narsaga qodir deb hisoblagan. Chonguk haqiqatan ham oltin iste'dod egasi derding. Ha, shunday. Keyin debyut qilayotganimizda taxalluslar o'ylab topishimiz kerak edi. Shunda so'zlarni birlashtirib Golden Maknae deb nom berganmiz. Keyinchalik esa sening tush konsepsiyangga aylanib ketdi. Oltin bilan bog'liq bo'lib chiqdi. Buni boshidayoq yaxshi bilardim. Golden Maknae haqidami? Adashib ketmadimmi? Yo'q. Xo'sh, unda meni Golden Maknae deb chaqirishlariga asosiy sabab nima? Biladi-yu, lekin aytgisi kelmayapti. Sizlarga keyinroq aytib beraman. Menimcha Chonguk shunchaki hamma narsada zo'r. Uning mahorati haqiqatan ham juda yuqori. U har tomonlama mukammal shakllangan. Haqiqatan ham har sohada usta. Mahoratli Maknae-da. 준수한 막내. Chongukning kulgichlari bormi? Namjoon Hyun guruhda kulgichi bor yagona a'zomi. Menimcha, mening kulgichlarim unikidek ko'r emas. Menda ham bor, lekin mana bunaqa kulgichda. 이렇게 요런 보조개는 아니다. Unda ham bor, shunchaki sezilar-sezilmas. Kulgichlarning turi juda ko'p-da o'zi. Barcha savollarga javob berildi. Hammaga rahmat, xayr.